Audio Jungle. Audio Jungle. Davrada katta gavhar kim bu o'zi, kim bu o'zi? Xonzodalar chetga o'tsin. Oilada bunday maqom bitta o'zi, bitta o'zi. Malikalar ham jim tursin. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. O'rnini hech kim bosolmas. Uni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mana faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mana faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha. Yomon bo'lsam kerakman kimga o'zi, kimga o'zi? Do'stlarim chekkada tursin. Menga o'tarkin qani kimning so'zi, kimning so'zi? Yorim ham indamay tursin. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. O'rningiz hech kim bosolmas. Sizni hech alishib bo'lmas. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mana faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, 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 bu mani onam bo'lar. Qirolicha, bu mani onam bo'lar. Mana faqat u bilar, mani borimcha ko'rar. Qirolicha, qirolicha, qirolicha. Sizdan iltimos, dilimni ko'p og'ritmang. Bolam, bolam deb yashab yurgan onajonimni siz qaritmang. Assalomu alaykum deymiz mehrli nigohlar bilan. Faqat va faqat bizni Fayz Media YouTube kanalini kuzatib borayotgan aziz obunachilarimiz. Demak, bugun 2023-yil 25-iyun sanasida o'zlarini shukronali onlarini jigarlari qolaversa qalblariga yaqin insonlari davrasida nishonlayotgan Ibodatxon onajonimizni tabriklash uchun Kattaqo'rg'on tumani Nodiraxon gullar olamidan Kattaqo'rg'on shahrida O'chduz kafesi tomon yo'l olmoqdamiz. Demak, bugunchisiga sog'inchli salomlarni, dildagi kalomlarni musofir yurtlarda halol rizqini terib yurgan Shahnozaxon opamiz nomidan, qolaversa jannatlarda toj kiydiradigan Jasmina Bonu Marjonoy nomlaridan onajonlarni, buvijonlarni qalblarini quvonchga to'ldiramiz. Siz faqat va faqat doimgidek bizni kuzatishda davom eting. Biz mehr guldastalar bilan, sog'inchli salomlar bilan, eng chiroyli sovg'alar bilan ona zamin onalarni qalblarini quvonchga to'ldiramiz. Demak, ketdik. Bismillahirrahmanirrahim deymiz. Otalar
otalari chiroyli yurtim, onalari chiroyli yurtim. Jannat makon deydilar ajal, o'g'roqlari chiroyli yurtim. Assalomu alaykum, chiroyli mamlakatning baxtli insonlari. Assalomu alaykum deymiz fayzli go'sha go'zal qo'shona. O'chtuz kafesiga ulug' niyatlar qutlug' qadamlar bilan tashrif buyurgan hurmatli aziz mehmonlar, xonimlar va janoblar. Demak, bugun 2023-yil 25-iyun sanasida o'zlarining tavallud ayyomlari shukrona kunlarini nishonlayotgan jannat farishtasi Ibodatxon onajonimizni tabriklash uchun bu mening onam ko'rsatuvi qolaversa Faiz Media tabrik agentligidan tashrif buyurganmiz. Bitta guldiroz qarsakiylarla onajonimizni onamiz Vali maydonga chorlab qo'yamiz. To'ydim yolg'onlardan, soxta insonlardan. Bor bo'lsangiz voz kechdim bu yolg'on dunyolardan. To'ydim tashvishlardan, g'iybat mushmishlardan. Yuring aylanib bizdan. Bor bo'lsangiz voz kechdim. Avvalambor assalomu alaykum aziz onajon. Bugungi shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin. Ona, nechiga kirdingiz? 16 gami, 17 gami? 15 ga. Bayramlaringiz muborak bo'lsin. Qancha olib berasizlar. Kutilmagan mehmonlarni kutganmidingiz onajon? Mana shunaqangi chiroyli surprizlarni, mehrni, muhabbatni, e'tiborni, e'zozni kim qilgan bo'lishi mumkin? Ona, Ibodatxon onajon bizani kim chaqirgan bo'lishi mumkin? Bizga men hozir hayron bo'lib turibman-da, bizga mehr ko'zda ko'rsatuvdan kelmaganmiz, ona kelganimizdan beri yig'laysiz. Bugun sizni tabriklash uchun, qalbingizga quvonch ulash uchun tashrif buyurganmiz. Bayramingiz muborak bo'lsin. Demak, onajon bugun sizni mehr bilan yo'qlatgan, sog'inchli salomlardan dildagi kalomlarni yo'llashni niyat qilgan, musofir yurtlarda halol rizqini terib yurgan onajonim jannatimsiz, onajonim chiroyligimsiz, go'zalimsiz deb halol rizqini terib yurgan Shahnozaxon opamning nomlaridan qolaversa, suyukli nabirajonlaringiz jannatlarda bo'jonizga tojlar kiydirgan Jasmina Bonu, Marjonaxonning nomlaridan tashrif buyurganmiz. Bugungi shukronalik kunlaringiz muborak bo'lsin, qalbingiz quvonchlarga to'lsin. Demak, onajon, bugun siz uchun o'sha ma'lum va mashhur onalar haqida eng chiroyli qo'shiqlarni taqdim etamiz. Bugungi bayramingiz muborak bo'lsin. Qani, Nafisa opamiz ijrosida muhabbat bilan o'zimizning eng chiroyli gullar. Biringizda quyosh, biringizda oy,
ko'p bo'lamiz. Senin lütfin ya bulmasa
Bugungi jannat farishtasi aziz duogo'y sarishta farishta onajonimizga shukronali o'nlam bor bo'lsin deymiz. Ana endi ona hali bugun mana shu ulug' maskinga kelishimizdan oldin musofir farzandingiz bilan gaplashdik. Aytdilarki, hozir o'zim olisdaman. Qaniydi qanotlarim bo'lsa, onajonim tomon uchib borardim. Zeroki juda ham onamni sog'inganman. Onajonimning kulishlarini sog'indim. Onajonimning yurishlarini sog'indim. Onamni har bir aytgan so'zlarini sog'indim. Axir jannat mana onamni poyida bo'lsa, yomonlik tilaydim o'z farzandiga.
Onamni ranjitsam kim bo'lar? Mana ayting, siz dunyo turguncha turing onajon. Doimo hurmatda, izzatda yuring onajon deydilar. Haqiqatan ham biz dunyoga kelganimizda bir parcha et edik. Bizni oydan ortiqladilar, kundan qo'rqladilar. Dunyoning jamiki yaxshiliklar bilan bizni siyladilar. Biz farzandlar ichida eng yaxshisi emasmiz, lekin mana dunyoga keltirgan onajonim onalar ichida eng yaxshisi, qirolichasi. Bugun erta tong turib onamning suratlariga qaradim. Onam ham yosh edi. Onam ham yuzlari olma misol juda ham chiroyli qiz edilar. Bugun bizning injiqliklarimiz, sho'xliklarimiz onamning sochlarini oqartirdi. Gulgun yuzlarini ajillar qilib bezadi. Haqiqatan ham onajon, hozir men uzoq yurtlarda yuribman ona. Bedor o'tkazmangiz tunlaringizni. Nasibamni terib yuribman ona, Xudoga topshiring farzandingizni. Men uzoq yurtlarda yuribman ona, gohida quvonib, gohida sarson. Onajonim, sizni tongda qilgan duolaringiz aziyatda qolgan jonimga darmon. Jonimga do'st, qadrdon ko'rmasam ko'nglim vayron. Tabarruk tanti inson hammatimsiz onajon. Farzand deb dard yutganim, to'rt tomonga chopganim, meni dunyolardan topganim jannatimsiz onajon. Rizqim qator terilgan, yurakka dard berilgan, onam bor deb kerilgan savlatimsiz onajon. Sizsiz yurak bo'sh yurak emas onajon, sizsiz tilak emas. Bugun musofir qizingizga mol va davlat, oltin va zar, shuhrat kerak emas. Jannatimsiz onajon. Bozor o'char savdo qildingiz onajon, kim uchun? Ayting, biz uchun. Barini muhayyo paydo qildingiz onajon, ayting, kim uchun? Biz uchun. Bugun eng chiroyli yoshda sog'lik degandan ham judo bo'ldingiz, kim uchun? Biz uchun. Lekin bugun farzand bo'lib nima qildik onajon siz uchun? Qo'limizda ko'tardikmi, yelkamizda opichdikmi yoki har kuni sayohatga jo'natdikmi? Begona yurtlarda begonasan deb hattoki devorlar aytadi ona. Bir kuni yoningga yagonasan deb musofir farzanding qaytadi ona deya eng chiroyli so'zlarni, dildagi kalomlarni Shahnoz opam yo'lladilar. Haqiqatan ham ona, inson dunyoga keladi bir marta, lekin yashaydi ikki marta. Kimdir birinchi hayotida farzandi uchun yashasa, ikkinchi hayotda farzandlari onasi uchun yashaydi. Bugungi ikkinchi hayotingiz muborak bo'lsin. Bugun haqiqatan ham kimdir onasini boyligi bilan maqtanadi, kimdir oltin va zarlar bilan maqtanadi. Lekin bugun haqiqatan ham siz dunyoga keltirgan Shahnoz opam onalarning ichida chiroylisi mana onam. Onalarning ichida eng yaxshisi mana onam. Chunki kimdir farzandini qo'lida ko'tardi, lekin mana onam boshida ko'tardi. Kimdir farzandini suvda cho'miltirdi, lekin mana onam duolarda cho'miltirdi. Mol dunyo o'tkinchi o'tadi degan. Ko'zimda to'q qilgan nafsim siz onam. Egilgin, bukilgin, sinmagin degan, qaddimda tek tutgan g'ururim onam deya ona siz uchun bugun jonli ijroda eng chiroyli qo'shiqlarni Qobil akamiz taqdim etadilar. Mehmonjo'lar hammamiz birgalikda onamiz uchun eng chiroyli qo'shiqlarga quloq tutib qolamiz. Marhamat. Rahmat, qarsak kelishib. Onajon, bayramingiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Doimo yaxshi kunlaringizda xizmatda bo'lishni. Shahnoz opamning ikkita qizchalari yo'llariga turib olasizlar. Bemor bo'lsa garulzon, titroq bosar tanamni. Robbim aylar ixtiyor, hasta qilma onamni. Ularsiz yashash omad, tingla bir barnolamni. O'tinaman, ey Tangrim, hasta qilma onamni. Onajonim, onam mani, mehribonim jonim mani. Onajonim, onam mani, mehribonim jonim mani. Otamning ko'ngillarida jonajonim onam mani. Otamning suyukli yori, jannat go'sham onam mani.
Getirdiler dünyaya gördü kanca namne çizadilar sınavga hasta kılma onamne dil yarım bilasanlik yangilama yaramni qo'yib hayotim geçik hasta kılma onamne müştaqdirlar yo'limga qalbim tilma onamne rozudurman onamga hasta kılma onamne onajonim onam mani mehribonim jonim mani onajonim onam mani mehribonim jonim mani otamning ko'ngillari jannat go'sham eng aziz eng mehribon onam mani. Bayramlaringiz muborak bo'lsin onajon. Har kuningiz omadga, baxtga, quvonchga to'lsin. Ana endi ibodatda onajon Shahnoz opam bilan gaplashdik. Onamga nima sovg'a olsak deganimda aytdilarki, onamning chiroyli liboslari juda ham ko'p. Onamning turli tuman hamma narsalari bor. Onamga oltin o'zar kerak emas, onamga qasr uy kerak emas. Onamga hozirgi kunda faqat va faqat bizning e'tiborimiz kerak. Lekin shunday bo'lsa ham, mana onajonimning qadrlari oltindan ham baland. Oltindan ham qadrligimsiz, qimmatimsiz, chiroyligimsiz deya Shahnoz opam siz uchun oltin troslarni berib olganlar. Guldiroz davomiy qarsakiylar sadosida, maxsus kuy qo'shiqlar sadosida onamizga to'qib qo'yadilar. Marhamat. Telefon qilgan ekanlar, gaplashib oladilar. Tabriklaydilar. Marhamat. Anajon tabriklayman, yuzlarga keng baxtli chog' bo'ling, dunyo ko'pincha turing. Har bir sog' bo'lib, yuzingizdan tabassum. Shunday chiroyli bo'lib, ochilib, ovqatgan vaqtimda so'z bo'lsangiz bo'ladi. Sizni yaxshi ko'raman deb qo'yasiz, Shahnoz opa. Sizni yaxshi ko'raman, dunyoga bog'imda. Rahmat. Qani qarsakinglar. Haqiqatan ham Shahnoz opa onamni uzoq umr ko'rishlarini, 120 ga kirishlarini istasangiz, har oy $1000 dan pul tashab tursangiz, onamni belari baquvvat bo'ladi, hech ham kasal bo'lmaydilar. Baxtda, quvonchda, go'zal hayotda kechiradi. Demak, onajon sovg'ani olishga tayyorsiz. Mana siz uchun bitta qo'shiq aytib beraman. Qarsak chek ko'rsanglar, xursand bo'lamiz. Sizlarga yo'qingizni ham mehmonjoylar. Gulchambar sochib, qalbiga shodlikdan qo'rg'on quraman. Hayotida yangi saqlovga mehrni joylab, hammalarni ham ko'proq asrab avaylab, onamni eng baxtli ayol qilaman. Man, qalban onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa qalban onamni eng baxtli ayol qilaman. Man, qalban onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xohlasa qalban onamni eng baxtli ayol qilaman. Obodonxon ayolimizga dunyoni baxtini, sog'likni baxtini tilab qolamiz. Ko'zlari ko'rishdan, yuraklari urishdan hech ham qolmasin. Bundan ham qalbida so'nmaydi quyosh, ko'ziga qayg'udan to'lmasdan yosh. Hayotda men uchun eng yaqin sirdosh, onamni eng baxtli
aytib oling. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Man qaliman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Xudo xolasa qaliman. Onamni eng baxtli ayol qilaman. Onam
Dünya romantikin doyudu du her şan Falsa bir nefisten doyudu du kalben Haliyim azizem Diğerimen, asalimen Cebibiyo basaymen Rüyaymen, dilberimen Yapta bir hoşgül şapaymen Diğerimen, asalimen Cebibiyo basaymen Rüyaymen, dilberimen Yapta bir hoşgül şapaymen Amadi dünyayı menden bir adet kerdem Raftim ben peşi huda asti şikayet kerdem Kasi şuda dodem darım haşam duram mekhonam Tu bir merhali digir digir ahol mimonam Jigerimem, asalimem, şebibiyo basayimem Dünyayimem, dilberimem, mahtabi hoşgül şapayimem Jigerimem, asalimem, şebibiyo basayimem Dünyayimem, dilberimem, mahtabi hoşgül şapayimem Yaktım sen Hozir so'raymiz sizlardan. Xo'p, rahmat. O'yinni berganlaringiz uchun rahmat. Har kuninglar bayram bo'lsin, har kuninglar to'y bo'lsin. Kimni chaqiray, ayting. Yangi joylari qalisiz, yuzlariga faizlari yarashgan, kelinlari, jiyanlari talashgan. Bugun hammamizga kelib quvonch ulashgan Ibodatxon onajonimning qadrbaland yangi joylari. Yana kim? Yangi jonimiz keldilar, yana kim? Keling. Assalomu alaykum. Yana kimni chaqiray? Ismlarni aytasizlar deganingizda men chiroyli qilib chaqiraman. Matlubaxon opamiz qanisiz? Keling, bolalikdagi do'stlari bugun Ibodatxon aynijonimizga eng chiroyli niyatlarni tilash uchun tashrif buyurgan. Yana kim bu? Eng chiroyli xotiralarla muhrlanib qolsin. Qolaversa Ibodatxon aynijon bugun Shahnoza opamning dugonalari tashrif buyurgan. Sohibaxon opamizni ham siz uchun aytar so'zlari, dillarda chiroyli kalomlari bor. Bir-ikkita hammalarining oltin so'zlariga quloq tutamiz. Demak, qaysi birlaringiz yoshlaringiz katta? Marhamat, eng chiroyli so'zlarni tinglaymiz. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar va mezbonlar. Ana bugun shu ammajonisini tug'ilgan kunlari ekan. Ming bora, million bora tabriklayman. Sog' salomat bo'lsin. O'g'il qizlarning huzur halovatini ko'rib yursin Xudoya. Tani joni sog' bo'lsin. Hamisha Shahnozajonim deyam, Eldarjonim deyam tug'ilgan, topganlari to'ylarga bersin. Hammaga nasib bolalar uzoqda kelolmay qoldilar bugun. Endi bolalarga nima desam, safar qilyapti. Shu ayajonisini uzoqda turib tabriklayapti. Mana hammalar topganlari to'ylarga bersin, sog' salomat bo'lsin. Hamisha Shahnozajonisini uylariga, yaxshi kunlarga to'ylarga keling. Nevara to'ylar, chivara to'ylarga keling. Aziz mehmonjonlar, sizlar hammalaringiz xush kelibsizlar. Shunday yaxshi kunlarda kelish hammamizga nasib qilsin. Mana shu yerda xizmat qilayotgan yigitlarimizning ham ishlariga omad, hammasi oilalariga baxt, saodat. Mana shunday tug'ilgan kunlar, bayramlar, to'ylar ko'p bo'laversin. Mana shu tug'ilgan kunlarni to'ylarga aylansin. Nasib qilsa bundan ham katta to'ylar qiling. Onajonlar, kelganlarni to'ylarga bersin. Sizga ham shu sog'lik, salomatlik, o'ynab kulib yuring, faqat yig'lamang. Ana so'rabam qo'ydi. Kechasi quvonch yoshlari. Quvonch yoshlari yashayaptilar. Aytib, sog'inch yoshlari, sevinch yoshlari. Hammasi sog'inch yoshlari, bolalarni ko'rgisi kelyapti. Ana shunday qilib hammalarni tabriklaymiz. Sog' salomat bo'lsin. Endi navbatda o'qishimga keling. Assalomu alaykum, hurmatli mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun tug'ilgan kunni nishonlash uchun o'tiribmiz hammamiz. Sog' bo'lsin, salomat bo'lsin, bolalarni baxtiga sog' salomat bo'lsin. Safarda yurgan shu yoshlar hammasi sog' salomat kelsin. Shahnoza ham ishlarini omadini bersin, qayinsinglimlarni huzur halovatini ko'rsin. Mana nevaralarni to'y tomoshalarni ko'rsin. Nasib qilsa haj safarlarini Alloh nasib aylasin. Mana shunday yaxshi kunlarda o'tirishda hammamizga Alloh nasib qilsin. Sizlarga hammalaringizga, oilalaringizga sog'lik, salomatlik, tinchlik, omonlik. Faqat mana shunday yaxshi kunlar, yaxshi dasturxonlar atrofida o'tirishni Alloh hammamizga nasib qilsin. Boshlovchilarimizning boshlarini omadini bersin, sog' bo'lsin, salomat bo'lsin. Endi xizmatda hech qachon charchamaymiz.
o'lim bor yurtimizda, O'zbekistonimizda tinchligi, totuqligi, hammamizga shunday kunlar yaratib bergan Allohga ming marta shukr. Allohga ming marta shukr. Allohga shukrlar, hamd sanolar bo'lsin. Shahnojonim omon bo'lg'ir, yaxshi ishlab kelgan. Safarlaring bexatar bo'lsin, topganlaring to'ylarga bersin. Assalomu alaykum hurmatli mehmonjonlar. Xush kelibsizlar mana yon qo'shnim, jon qo'shnim. Ana qadrdon dugonamni mana bugun 60 yoshli to'ylar ekan. Shularni dugonam 10 tasir ko'rsin, iloyim. Xojonalar bo'lsin, balalarning huzurlarini ko'rsin, nevaralaring to'ylarini ko'rsin, iloyim. Shahnozoyam Xudoy safarlari bexatar bo'lsin. Pullariga, ishlariga baraka bersin Allohimning o'zi. Ayasini shuncha ardoqlab mana hurmat qilib, shunday izzat hurmatlar qilgan uchun uyga qizlaridan aytsin, iloyim. Ayasi bor ekan, tinchgina o'sha yerda bexotirjam ishlab yuribdi Shahnozoy, ko'nglari to'q bo'lib. Xudoyim ayalarini umrlari uzoq bo'lsin, 50 bo'lib yurib, shularning huzur halovatlarini ko'rib yursinlar. Sizlarga ham rahmat, xizmatlaringiz uchun. Martabalaringiz bundanda ulug' bo'lsin, ilohim. Qo'shnijonlar aytdilarki, hali oting yomon bo'lsa, otib qutulasan. Qo'shning yomon bo'lsa, sotib qutulasan. Gilam sotsang, qo'shningga sot, bir chekkasida o'zing o'tirasan deydilar. Bugun haqiqatan ham Ibodatxon ayajonimiz yaxshi qo'shni ekanlar, eng chiroyli so'zlarni qo'shnijonlar eshitdilar. Ana endi qizlarning dugonalari ham chiroyli so'zlarni aytadilar. Marhamat. Assalomu alaykum. Shu xolam tug'ilgan kunlariga yig'ilishgan aziz mehmonjonlar. Avvalambor xush kelibsizlar. Xolajonimni 60 yoshlaringiz bilan chin qalbimdan tabriklayman. Iloyim bunaqa yoshlarni ko'pini ko'rib yuring. Aytisharki, tog'day so'rasang qarday berishadi. Allohim yuzlar bilan yuzlash yuring xolajon. Digonam mana bir sabablarga ko'ra yetib kelolmadi. Mana surpriz qilib tug'ilgan kuningizni berar. Inshaalloh kelasi yillar ayjon sizga haj va umra safarlariga chipta olim desa Allohim. Inshaalloh hammamizni shu kunga yetkazsin. Digonam farzandlarini baxtini, saodatini ko'rsin. Musofirchilik juda qiyin. Mana shuncha yildan beri shuncha uyga yuribdi. Farzandlarim, onajonimdir. Onajon esa digonam 60 ga kirganda ham siz bularga bosh bo'lib yering ilohim. Hech qachon dasturxoningiz fayz va barakasini yo'qotmasin. Mana shunday ochiq, to'kkan soching hech qachon yuzingizdan kulgu, chehrangizdan tabassum arimasin. Men sizni chin qalbimdan tabriklayman. Iloyim yuzlarga kiring. Bitta qarshi cholib qo'yamiz. Onajo'la bayramdan bora bo'lsin. Shahnoz opam aytdilarki, men musofirga keldim, men uchun tong ham o'tmaydi, kun ham botmaydi. Chunki onam yonimda emas. Chunki oyoq quyoshim meni onam. Har tong onamning suratlariga qarayman, onamdan kuch olaman. Zeroki mehrni, muhabbatni, oqibatni hammamizning qalbimizga birday joylagan bu meni onam dedilar. Keling, meni nomimdan onam uchun qo'shiq aytib bering dedilar. Bitta qo'shiq aytib beraman Shahnoz opam nomlaridan.
rahmat. Xavfsizlik uchun salomat bo'linglar. Ana endi ayajonlarim davrimizda turibsizlar. Bugun Ibodatxon ayajonimizda hayotlari shirin bo'lishi uchun, baxtda, omadda, quvonchda bo'lishi uchun Shahnoz opamni qolaversa farzandlarini mehrlari, muhabbatlari qo'shib tayyorlangan tortimiz bor ekan. Kelinglar, jannat onajonlarimiz birgalashib mana shu tortimizni kesamiz. Zeroki onamizning hayotlari mana shu tortimizni ko'rinishi kabi go'zal, ta'mimizni mehribon deydi. Bir yerda bir shirin gapirsam, ko'tarmasam ham tosh bag'ir ekan mani beshafqat o'g'lim. Onajon o'g'lingda yo'q ekan ko'ngil. Manini angladim bir befazlidan beshafqat o'g'ilman o'g'il. Hoyu havas ortidan chopib, ko'cha-ko'yda mehribon topib, yuraverdim qarallayallo, yon atrofga baxtiyor boqib, uyda eshik g'ichirlasa bas, onam o'g'lim keldimi derkan, men bormasam tonggacha kutib, o'g'limning ishlari ko'p derkan, onam meni oppog'im deydi, yoshki edi tunda ko'rinsam, onam meni mehribon deydi, bir yilda bir shirin gapirsam, onam meni bahorim deydi, to'rt fasldir yo'qlamasam ham, onam meni polvonim deydi, dardi yukini ko'tarmasam ham. Ekanman beshafqat o'g'il, onajon o'g'lingda yo'q ekan ko'ngil. Barini angladim bir men farzandim beshafqat o'g'ilman o'g'il. Tushundingmi hayot ichimdan nimalar o'tadi, tushundingmi hayot onam mendan nelar kutadi, so'raganini bera qolgin ko'psini xabardoshi, ishlarimni tishimga qo'ysam sinib ketadi, onam meni oppog'im deydi, yoshki edi tunda ko'rinsam, onam meni mehribon deydi, bir yilda bir shirin gapirsam, onam meni bahorim deydi, to'rt fasldir yo'qlamasam ham, onam meni polvonim deydi, dardi yukini ko'tarmasam ham, onam meni oppog'im deydi, yoshki edi tunda ko'rinsam, onam meni mehribon deydi, bir yilda bir shirin gapirsam, onam meni bahorim deydi, to'rt fasldir yo'qlamasam ham, onam meni polvonim deydi, dardi yukini ko'tarmasam ham. Rahmat, salomat bo'linglar. Kesa kuldiradi, qani kulmay ko'ringchi. Farzand shunday oliy ne'mat kesa yig'latadi. Qani qo'ngrab yig'lamay ko'ringchi. Farzand shunday oliy ne'mat, mana shunday chiroyli surprizlar deganda qalbingizdan tup-tubidagi so'zlar aytmay ko'ringchi degan ekan. Bugun musofir yurtlarda sizni sog'ingan, sizni har bir ko'rishni intizor bo'lib yo'llaringizga ko'z tutgan va sog'inch dillardan o'rtab turgan, keling musofir farzandingizga aytar so'zlaringizni, oltin duolaringizni berasiz. Zeroki onalarning duolari boshlarimizga toj, bo'ynalarimizga tumor. Bugun onajonlarimizni aylab g'animat, bularning duolari Rossiyani rublidan, Amerikani dollardan, O'zbekni so'midan ham qimmat. Marhamat onajon. Assalomu alaykum. Mening aziz mehmonlar, xush kelibsizlar. Hammalaringiz katta rahmat sizlarga. Nasib bo'lsa, bu tug'ilgan kunlarni bundan ham ziyoda qilib o'tiraylik, nasib bo'lsa, Alloh shu kunlarga yetkazsin. Bolajonim, rahmat. Borlaringizga shukr. Nima niyat qilgan bo'lsang, bolam niyatlaringga yetgan Ilohim. Sen menga shunday qilsan, subhanalloh. U meni ziyoda qilsin. Topganing yaxshi kunlarga buyursin. Musofir yurtda yurganlarni Allohim o'zi asrasin, shular qatorida seni ham asrasin bolam. Niyatlaringni, nima niyating bo'lsa hammasiga erishib, bolalaring orqasida rohatini ko'rish nasib aylasin. Kecha kunduz men sen uchun duodaman bolam.
har qancha kelib mehmonjo'ylar onajon oltin duolaringiz hammasi ijobat bo'lsin. Niyatimiz, duodan tilagimiz, ijobatimiz hammasi yaratgan Allohdan. Baxting shu xizmatga yarasa joning. Duo qilib tursa so'rab iymoning, davlating shu erur, savlating sening uyingni to'rida onang o'tirsa. Balolar qaytadi fayzi nuridan. Jilmayib o'tirsa uying to'rida, xatolar qaytadi nasihat qilib. Uyingning to'rida onang o'tirsa. So'zlasang so'zlaring ravon bo'ladi. Borligi joningga darmon bo'ladi, ko'ngling to'q bo'ladi, ko'ngling to'ladi. Uyingning to'rida ibodatxon onang o'tirsa deganlar yana taqarcha cholib berasizlar. Rahmat. Onajon, demak bugun sizga yetkazmoqchi bo'lgan tabrigimiz mana shunday chiroyli so'zlardan, unutilmas dil istaklardan iborat edi. Demak, ko'zlaringiz ko'rishdan, yuragingiz urishdan, oyoqlaringiz yurishdan hech ham qolmasin. 60 yosh bu boshlanishi. 70 ga yeting, 80 da sakrab yuring. 90 bilan to'qnashing, 100 yoshga kiring. 120 da kirganingizda hamma farzandlaringiz 100 yosh bo'lib yoningizda tursin. Alloh sizni suysin. Erkalasin. Xuddi jodan aziz farzandlaringiz sizni suyib erkalaganliklari kabi. Hurmatli aziz mehmonjo'ylar, bugungi olingan oltin tasvirlarni YouTube, Telegram, Instagram kanallarida Fazliddin Fayz deya qidirasiz. Ibodatxon ayjonimizning tavallud ayyomlaridan bahramand bo'lasiz. Demak, xayrlashmaymiz. Ko'rganda ko'rishguncha har biringlar Allohga omonat sizlar. Salomat bo'linglar. Rahmat.